Assalomu alaykum. Men G'affor Shanozor Xudoyorovich 40 yildan oshiq davomida inson salomatligi yo'lida xizmat qilib kelaman. Mutaxassisligim kardiolog. Shu kungacha kardiologiya markazida hamda Shoshilinch tibbiy ilmiy markazining kardiologiya bo'limida bo'lim boshlig'i ishlab kelganman. Bugungi kunda Qarshi shahrining Pochchapar mahallasida yangi ochilgan Shifo bolajon shifoxonasida kardiolog bo'lib ishlab kelyapman. Bizning asosiy vazifamiz yoshi katta kishilarga yirik qon tomir kasalligi hamda qon bosimining oshishi bilan bo'lgan kasallarni davolash bilan shug'ullanamiz. Bizning klinikamizda ushbu kasalliklarni aniqlash uchun barcha sharoitlar mavjud. EKG tekshiruvi, EHA tekshiruvi, klinik laboratoriya hamda bemorlarni yotqizib davolash uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan shifoxona palatalari mavjud. Biz ushbu kasalliklarni davolashda hech qachon o'z manfaatimiz yo'lida ferma dorilardan foydalanmaymiz. Ushbu kasalliklarni biz ushbu shifoxonamizda tez va arzon davolashga kafolat beramiz.